Assalomu alaykum. Yana bir bor kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana kecha video chiqargandik. Mana obunachilarimiz talablariga binoan yana video qilyapmiz. Narx-navolari va batafsil ish jarayonlarini ko'rib o'tasizlar. Azizlar, mana MDF patologimiz 7 milliondan sal o'tdi. Mustaqil materiallar bilan hammasi. 8 ta mana yonboshiga qo'yilgan, o'rtaga bitta qo'yilgan. Va atkos jarayonlarini boshladik. Mana gipsokartondan qilingan. Gipsokartonni obshivka bo'ldi, uchovi ham. Va albastar yordamida mana yonboshlarni to'g'rilab chiqamiz. Padagonliklar qo'yildi. Mana 105 mingdan metrini oldik mallani. 130 mingdan 120 si 125 ming atrofida tushadi. 120 razmerdagisi. Mana MDF patologimizni ko'rsatadi. Devorimiz jilkaga shkaturka bo'lgan. Ustidan o'zi 2 slash shpaklovka berib, oboyga taxlaymiz xonamiz. Elektritsiyalari bo'ldi, mana ulanmagandi. Hammasi montajlari. 35 mingdan tochkasi bilan yevro montaj qilingan bu xonamiz. Nariyoqqa konditsioner qo'yiladi. Bu yerlar kulchati, rezitka barchasi. Mana endi fotogramma ko'ringlar. 55-60 ming atrofida ustaqi bo'lyapti. Va 40 ming so'mdan aboyimiz bo'ladi, shpaklovka, aboy. Va atkoslarimiz alohida 10 ming so'mdan metrajga bo'ladi. Padagonligimiz 40 ming 50 ming atrofida mana shu ustanovkasi bo'ladi bittasi. 2022-yil mana bugun noyabr oyining 3-chislasi. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa kommentariyada kutamiz. Azizlar, kanalda mehmon bo'lsangiz, ekrangizning o'ng tomonida qizil podpisatsiya tugmasidan bir marta bosib obuna bo'lasiz. Va biz chiqarib boradigan foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Foydali bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz va do'stlarga ulashing. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Barcha qurilish ishlarini qilamiz, usta topib beramiz azizlar. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, musofirda ko'radigan aka-ukalarga kuch-quvvat tilaymiz.